Oilalarda qurilishda ishlaydigan akalar bormi unda? Bu video aynan ular uchun. Ular uchun telefon umuman boshqacha bo'lishi kerak. Ya'ni changdan himoyalangan, tushib ketishlarga va urilishlarga bardoshli bo'lishi lozim va bundan tashqari uzoq ishlashi shart. Oddiy telefonlar esa bunaqa imkoniyatlarni taqdim eta olmaydi. Quruvchi akalarimiz uchun esa hozir men top 3 ta bo'lgan smartfonni tanishtiraman. Birinchi variant Honor'dan X9D smartfoni. Honor X9D bu oddiy telefon emas, 2,5 metr balandlikdan tushsa ham ishlaydi. 8300 mAh batareya. 2-3 kun bemalol ishlata olasiz. Changdan, suvdan, issiqdan hammasiga bardoshli. Qurilishda ishlaydiganlar uchun eng ideal tanlov. Ushbu smartfonimizni siz oldin 4,843 ming so'mdan sotgan bo'lsa, endilikda esa 4,359 ming so'mga naqdga yoki 12 oyga 546 ming so'mdan, 24 oyga esa 346 ming so'mdan to'lab xarid qilishingiz mumkin. Telefoningiz 2,5 metr balandlikdan tushib ketdi va hech narsa qilmadi. Zo'ra, aynan bunaqa qulaylikni sizga Redmi dan Note 15 Pro telefoni taqdim eta oladi. Redmi Note 15 Pro bu kuchli va bardoshli telefon. 200 megapiksel kamera, juda tiniq suratlarni ola oladi. 6500 mAh batareya. 2 kungacha bemalol ishlaydi. IP65 himoyasi, chang va suvdan aslo qo'rqmang. Ushbu smartfonimiz avvallari 4,624 ming so'm sotilgan, aynan quruvchi akalarimiz uchun esa 4,162 ming so'm naqdga yoki 12 oyga 512 ming so'mdan, 24 oyga esa 324 ming so'mdan to'lab xarid qilishingiz mumkin. Akam kameraga ozgina yaqinroq keling. Aynan qo'lim turgan ushbu Honor'dan X7D smartfonni o'zim shaxsan suvga solib turib test qilib ko'rganman, hech narsa qilmagan. Honor'dan X7D smartfoni bu oddiy telefon emas, bu haqiqiy tank. Ushbu smartfonimiz 6500 mAh batareyaga, 108 megapiksel kamera, IP65 himoyasiga ega. Ushbu smartfonni siz avvallari 2,813 ming so'mdan sotilgan bo'lsa, endilikda esa aynan quruvchi akalarimiz uchun 2,532 ming so'mga tushirdik va 12 oyga 323 ming so'mdan, 24 oyga esa 205 ming so'mdan qilib qo'ydik. Hoziroq shuning uchun kutib o'tirmasdan, tezlikda eng yaqin Alo do'koniga tashrif buyuring.